Habibi, come to Istanbul. Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, sog'lar, joydami, charchamay yuribsizlarmi? Ertalabdan ishli kayfiyatlari yaxshi boshlab olalaringmi? Men ham ishga keldim, ishdaman, o'zi ishlarda hamma joy yig'ishtirib tozalab, hozir 1 soatdan keyin yuk keladi, tovarlar. O'shalarni joylashtirish uchun joy olganmiz. Bu arada chetib bu sizlarga ikkinchi videom, o'zimni ishim haqida. Ham motorda yuraman, ham ishxonani o'zida hamma joy yig'ishtirib joylashtirib, tovarlar keladi, o'shalarni joylashtiramiz. Kunimiz shu bilan o'tib ketadi. Ham yarim dastavka, ham yarim ichkarida ishlaymiz. Xolos, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Videoni davomida kommentariy qismida o'z fikrlaringizni bildirib o'tingizlar. Ya'ni ko'proq savollar beringlar. Men uchun juda ham muhim. E'tiborsiz bo'lmanglar. Kattakon rahmat oldindan. Sizlarga Istanbul haqida qanaqa videolar qilib chiqsam yoqadi, o'shalar haqida yoki Istanbulda ishchilar qancha oylik oladi, nima ish qilinadi, ayollar nima ish qiladi, o'g'il bola nima ish qilishini aytib chiqishim, video qilib chiqqanim yaxshimi, shu haqida savollar bersalaringiz juda ham xursand bo'lardim. Kattakon rahmat. Shu ishni mana shu joylarga yig'ishtirib tozalaymiz. Boshliq ham tez-tez yig'ishtirib, dastavkani kutib qoldi dedi. Biz ham tez-tez ishlarni qilib, bu yoq bilan yig'ishtirib, telefonda muzikani qo'yib qo'yganmiz, eshitib ishlayotimiz deb. Hayot qiziq. Ertalabdan ko'zing ochganingda ishga kelasan, ishdan chiqasan, uyga ketasan, yana ish, yana uy. Har shunaqa o'tib ketgan. Yaxshi, mana shu Instagram bor. Instagramda o'zimni fikrlarimni, shaxsiy video vlogimni yurityapman. Sizlar bularni ko'ribsizlar, shaxsiy fikrlaringizni bildiringizlar. Mana shu bugungacha qo'ygan videolarimni befarq bo'lmasdan like bosib, o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Kattakon rahmat. Bundan keyin ham shunday qilinglar, xursand bo'laman. Shu uyga borib bir xil hayotda yashagandan keyin mana shu Instagramga videolarni qo'yib, o'zimni shaxsiy variantlarimni Istanbulda do'stlar, bu videoni ikkinchisi va yana uchinchisi chiqadi. Davomli kelish uchun menga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Juda ham xursand bo'lardim. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.